pastga tushish ekstruziya, pastki jag'i pastki jag'ida tepaga chiqish ekstruziya. Tushundingizmi? Sagital siljishlar ham bu oldingi va orqaga siljish deyiladi. Sagital siljishlar o'zi ikkiga bo'linadi. Qanaqa? Frontal segment uchun, yon segment uchun. Frontal sohadagi tishlar agar oldinga qarab siljishsa, uning nomi protruziya deyiladi. Agar frontal sohadagi tishlar orqa qarab siljishsa, uning nomi retruziya deyiladi. Agar yon segmentdagi tishlar oldinga qarab siljadigan bo'lsa, uning nomi mezializatsiya deyiladi. Mezio yoziladi. Mezializatsiya deyiladi. Agar yon tishlar orqa qarab siljishsa, buni distalizatsiya deyiladi. Tushundim. Endi transversal patologiyalar ikkiga bo'linadi. Bular frontal soha uchun bo'ladi va bular yon soha uchun bo'ladi. Agar frontal sohada tishlar markaziga qarab siljadigan bo'lsa, uning nomi skuchnost deyiladi, ya'ni zichlashuv deyiladi. Tishlarning zichlashuvi deyiladi. Agar bular yon tomonga qarab ketadigan bo'lsa, buning nomi ajralish. Diastema deb yangiz qo'yiladi. Lekin fanda zichlashuv nomi medializatsiya deyiladi. Diastema trema paydo bo'lish nomi laterotruziya deyiladi. Demak, mediatruziya, laterotruziya yoki medializatsiya yoki lateralizatsiya deyiladi. Yon tishlar sohasida agar bu yon dush tomonga qarab chiqsak, demak bu vestibulyar tomonga og'ish deyiladi. Tanglay tomon siljadigan bo'lsa, demak bu oral tomonga og'ish deyiladi. Ayrim bir adabiyotlarda bu tanglay tomonga yuqoriga, pastga til tomonga og'ish deb turib baholanadi. Rotatsion siljishlar bir xil bo'ladi. Bu tishlarning o'zini o'qini atrofida aylanib qolishi tushuniladi. Biz hali rotatsiyani gaplashdik hozir. Endi tishlarni siljish tipi, xarakteriga qarab tishlar ikki xil siljiydi. Birinchisi birinchi siljish korpusni o'ylaydi. Ya'ni tish mana bu turgan joydan bu holda siljiyapti. Tanasi bilan siljish deyiladi. Ikkinchi tip siljish bu og'ish bilan siljiydi. Tortayotgan tomonga qarab. Chunki biz uni toch qismida ushlaymiz-da, bunaqa deydi, toji bo'lsa yo'g'on qismi. Shunday tortganda og'ish bilan siljiydi. Tushuntirdimmi? Og'ish bilan siljitish muammo emas. Buni hamma qila oladi. Uni даже arqon bo'lmagan odam qila oladi. Lekin korpus bilan siljitish bu san'at hisoblanadi o'rtoqlar. Yaxshi ortodont korpus bilan siljita olishi shart. Tushuntiryapman. Xo'p, endi bizda bitta muammo turadi. Xo'p, og'ish bilan siljitishda tishning ikki butoqlari ketadi. Yoki tishning o'zi turgan joyi, o nuqta desak, o nuqtada siljimasdan turadi-yu, faqat toch qismi o'zi og'adi. Buni bilishimiz kerak. Agar yo'q, agar tishlarni siljitadigan bo'lsak, o nuqta mayda qolib ketayotgan bo'lsa, demak biz tishlarni toch qismi bir tomonga tortganini, uni ildiz boshqa tomonga tortish kerak. Tortilyapti degan tushuncha bo'lishi kerak. Buning uchun tishlarning o'rtasida aylanish nuqtasi bo'lishi shart. Tishlarning o'rtasida aylanish nuqtasi bo'ladimi? Savol beraman-da, tishlarning o'zi xonasimon jismda aylanish nuqta bo'ladi. Mana bu xonasimon jism. Xonasimon jismni nima xonasimon jismni olyapti? Chunki bu xonaning shakli tishni eslatadi bizga. Chunki ildizi mana bu toch qismi. O'zi aslida bunda ham xuddi biz aytgan avvalgi 3 ta qoida, 5 ta qonun amal qiladi. Qarang. Aylanyapti. Tish ham shunaqa aylanadimi? Aylanadi. Men boshqacha savol beray. Tishda shunaqa o'rtada qoqilgan o'qi bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladimi o'qi? Nima element deyiladi bu? Tishda mana o'rtada shunaqa qoqilgan, mana stejli o'qi bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Ha, ushlab turadigan elementi bormi? Yo'q, elementi yo'q, markazi bor. Markaz bo'larsa, o'rtadan qoqilmagan bo'lsa, markaz bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Logikada tish mohiyda turadi. Hamma tomon qisilgan holda. Lekin o'rtada mana bunaqa ilingan joyi bo'ladimi? Yo'q.
Bunda qanaqa aylama harakat bo'lyapti? Bu og'ish bo'ladi. Shu suyalar bilan siljish bo'ladi, kecha litseyda aytganingiz bo'yicha. Ikkinchi svet nazariyasi. Lekin u joyda aylanib ildiz boshqa tomonga ketib qolish bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Chunki sababi siljib aytganimizda ikkita tish ildiz bir-biriga tegib ketish holatlari bo'lganda amaliyotda. Chunki sababi ras ayniqsa haligi nima deydi, tishlar qochgan deysiz, prujina qo'yasiz, toch qismi bu yoqqa ketadi prujinada, ildizi bir-biriga urushib ketib qoladi, tegib ketib qoladi va bir-birini rezonatsiya qiladi. Bo'lyapti shunaqa holat. Korpuslar siljimaganda. Biz shuni tajribalar qilib ko'rardik. Oldin shuni talabalar bilan tushib, agarotda ablaslar sanatologiyada hozirda qoqib turib shuni qilardik. Hozir qilolmaydi. Hozir men sizlar ham shu qanday agarga kelinglar. Okeylik desak, shunda bittasi chiqaradida, ana subotnik qilyapti ichari talabalar. Chiqaryapti. Shuning uchun hozir tajribasini qilamiz. Kim andijonlikchilar? Yani xolos, bo'ldi, qo'yinglar. Boshqa joydan. Namanjondan. Kim endi? Sizlar Andijondan, yana-chi? Qayerlisizki? Qayerdalar? Madaniyat, Paxtabod madaniyatdanmi? Madaniyat o'zidanmi? Madaniyatga boramiz. Oldin turasiz, to'g'rimi? Madaniyatga turishmaydi. Oldin turasiz. Yaqinroq. Qo'lda turadi. Chega hududimizda endi chegara hudud. Shu Paxtabod bilan Izboskanni o'rtasi. To'g'ri aytyapman. Shu Paxtabod eng uzoq joy menimcha shu madaniyat bilan arab qishlog'i bo'lsa kerak menimcha u tomonda. Ammo tomonda eng chegara hududi qayer? Barash tomonlardan novi Qizilayoq, Omonjo'ra, Uyg'ur, shu tomonda. Uzoq men bor uzr. Tekana tedan nima yo'q. Nozmaga salom. Boshqa joy tajriba qilib ko'rishgan. Biz Farruxbeyda uni uyga boramiz madaniyatga va uni qozig'imizni ko'tarib boramiz. Va shuni yerga qoqib ko'rishgan olinadi. Nima uchun yerga? Chunki yerga qoqilgani aynan bizga periodonti lumka deydi, periodontik tish kaltagi ichida tishni joylashuviga o'xshaydi. Mana bu yerni sathi. Uyga bordik. Tishani boltani oldik, yerga qoqdik. Bu aynan bizga lumkani eslatadi. Nimaga? Chunki uni qoqilgan joyi yo'q. Yer har tomondan Zichilash. zich holati ushlab turibdi. Farruxbekka aytdim, biz biror uyga borib narsa tepsak, uyat bo'ladi. Farruxbek deymiz. Yugurga bitta teping shuni deymiz. Bu yugurib keladida Oljiga tepadi. bitta tepadi. Xo'p, nima bo'ladi tepish natijasida? Bu tarafi zichlashi, bu tarafi bo'shab. Bu tomonda zichlash bo'ladi. Buni belgisi bu yerda skladka, burma paydo bo'ladi. Bu tomonda karman, ya'ni cho'ntak paydo bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan tugaydi. Mosal oqqanni ko'rishimiz mumkin. Bizga ko'ringan shu. Biz buni kesib olamiz. Va yer sathini mana shu aynan bizim mana bu xonamiz bo'yicha kesamiz. Kesganimizni bitta holatni ko'ramiz. Mana bu joyda burma paydo bo'lganini, bu joyda bo'shlik paydo bo'lganini ko'ramiz. Demak, qonasmon jismda albatta uni o'qali qoqilgan o'qi stejini bo'lmagan bilan bu holatda ham bizda demak markaziy aylanish nuqtasi paydo bo'ladi ekan. Demak, tishda siljitganimizda albatta uni ildizi og'ish bilan siljitganda uni ildizi boshqa tomonga qarab ketadi. Bu qayerda desa, kecha men leksiyada Schwarzni zonasini tushuntirdim. Schwarz tushuntirdim. Qayerda joylashganini ildizni bo'lib, shu uchga bo'lamiz. To'g'rimi? Mana 39-yil yaratgan 100 yil bo'lgan qoidaga. Demak, biz buni inobatga olishimiz shart ekanmi? Shart ekan. Busiz biz aynan bitta narsani asorat berib qo'yish ehtimoli o'ta ham baland bo'lib ketadi. Asorat kelib chiqish ehtimoli oshib ketadi. Shuning uchun demak aylanish nuqtasi bo'lish kerak ekan. Endi og'ish bilan siljish muammo emas. Men o'tgan yuzlarim bo'lsa, men ularga bitta voqeani aytib berganman. Farg'onalik voqea. Farg'onada bo'lgan ishlar. U qizimiz bitiryapti. Bu 5-kursda, u paytda u qiz 2-kursda ekan. Undan taxminan 3-4 yil oldin bo'layotgan ish. Bir bemor Farg'ona shahrida bo'layotgan, Farg'ona viloyat hozir aynan shahar deb yolg'on so'zlaydi, chunki qaysi hududligi hozir esimda yo'q.
Bemorda shunaqa diagnoz qo'yilgan. Nima bu? Diastem. Diastem diagnoz qo'yilgan va bemor davolanish uchun ortodontga murojaat qilgan. Ortodontga murojaat qilgandan keyin ortodont bunga brek qo'ygan. Dugasini qo'yyapti va rezina ligatura bilan tortyapti. Va o'z-o'zidan ma'lumki, tishlar bir-biriga qarab turib, siljish yuzaga keladi. Oxir oqibatda davolash natijasida olingan natija quyidagicha bo'lib qolgan. Taxminan shunaqa olib qo'ygan. Demak, tishlar og'ish bilan kelgan, qo'rish bilan emas. Lekin o'rtada diastem ham yopilgan. Bemor aytyapti ortodontga, rahmat, doktor. Siz shunaqa zo'r qilib qo'ysiz, orasi yopildi, lekin bitta tomon nima yapti? Bir tomon pastroq, bir tomon teparoq. Uch-uchi bo'lib qolyapti. Shifokor tushuntiryapti, o'zi tortganda shunaqa bo'ladi. Biz buni korreksiya qilib, tekizlab qo'yamiz deb turib, shunday disk topib, shunday kesib qo'yib qolyapti. Shu bo'lgan ish. Qiz aytyapti, rahmat, qiz bola. Rahmat, doktor deb ketyapti. Shu bilan bir oymi, 2 haftami, 3 haftami, ular qancha muddat qiz yaxshi yashayapti. E'tibor bermasdan. Haligi latifadan bo'lgan, soqolingiz ko'rpan tayda turamiz, ustida turamiz deydi. Xuddi shunaqa latifa bo'lgan. Kim uni eslatib qo'yadi, eslatmasa e'tibor bermayapti. Onasi aytyapti qizimiz, qizim, tishing tekis bo'lib qoldi. Bitta savolda deyapti. Nimaga tishingni mana tomoni uzunroq-u, bu tomoni kaltaroq emasmi deyapti. Undan keyin qiz har kuni ayniga kelgandan keyin ashunga e'tibor beradigan bo'lib qoladi. Yana doktordan olib borgan, ortodontga oldi. Ular deydi, vrach, sizga rahmat, shikoyat nimaga bir tomoni uzun, bir tomoni kalta? Vrach o'zi shunaqa bo'ladi. Bo'pti deyapti, ketyapti, yana ko'ryapti, qoniqmayapti. Bitta sinfdosh qizga aytyapti. Sen ham adminda o'qiysan-ku, 2-kurssan. So'rab ko'rchi, nima unaqa bo'lyapti. Va u qiz bizda hozir o'qiyapti, 5-kurs, sizlar kurslarda. Andijonga kelib, u o'rtog'ini bitta domlamizni ko'rsatyapti. Al-Hajayb Habibullohga ham bizda ortopediya dars bergan ustoz bo'lgan. Domlaga ko'rsatyapti. Domla buni ko'ring, nima bunaqa. Al-Hajayb aytyapti, men ortopedman. Rustamga boring deyapti. Ular 2-kurs, ular dars bermaganman, men tanishib beryapman. Ikkita qiz bola, bittasi biz talabaman, bittasi sinfdosh. Mana bu holat bilan men oxirgi Alloh stomatologiga murojaat qilib kelyapman. Holat shu. Bu asorat hisoblanadi. Endi buni to'g'rilaymiz deb turib qilish uchun avval buni joyiga qaytarib olish kerak. Keyin uni qo'l bilan siljitish kerak. Ishoninglar, siljitgan holatda natija taxminan shunaqa bo'lib tugaydi. Tekis qo'yganligi taxminan shunaqa bo'ladi. Avval chunki nima yoki bu tomon aylanib endi men ham buni kesishim kerakmi o'zi? Mumkin emas-da. Buni ertaga maytni restavratsiya qilishga to'g'ri keladi. Mana muammo. Og'ish bilan siljitish muammo emas. Yaqinda mana kecha bo'layotgan ish. Kecha bitta qizni Brexit'ni qaytadan boshladi. Diastemani yopib berishgan, haqiqatda diastem yopilgan. Mana bu joyda bokovoy tadqiqotni aytaman. Klik tish turibdi, bokovoy yo'q ekan. Lekin implantolog aytyapti. Bo'tmi implant qo'yib beraman, lekin bitta tomon iltizmali qolib ketibdi deyapti. Implant sig'maydi deyapti. Joy bor-ku, joy bor. Lekin tagini ko'ring, implant sig'maydi deyapti. Endi oroli yopilib bo'lgandan keyin buni siljita olmaysiz. Endi buni joyi qaytarish kerak. Siljitgan korpus bilan siljitish kerak-da buni. Ish ko'payadi. Hamma tugatdik. Olmay hamma tugadi. Tamom degan paytimizda yana biz qaytadan ishni boshqadan boshlash kerak. Chunki aslida implantatsiya qilamiz, ildiz ko'rinadi endi. Mana shu muammo kecha bo'layotgan kecha qaytadan boshlandi. Qaytadan bitta ishni qaytadan boshlandi. Demoqchi bo'layotgan narsam qo'l bilan siljitish shart ayrim bir holatlarda. Xo'p, qo'l bilan qanaqa siljitish mumkin? Agar tishlarimiz qo'l bilan siljitmoqchi bo'lsak, demak uni taxminan aylanib nuqtasini bilishimiz kerak. Shu aylanib nuqtasi. Birinchi qo'l bilan siljitish usuli bu aynan aylanish nuqtasidan tortish kerak. Shu yerda tortiladi, tish qo'l bilan siljiydi. Bundan tepadan tortiladi, u albatta og'ish bilan siljiydi.
Lekin biz buni torta olmaymiz, chunki u ildizni ichida joylashadi. Ikkinchi yo'li, agar markazdan bo'lsa, demak, markazdan past qismdan, markazdan yuqori qismdan ham tortish, ikkala tomondan tortish kerak. Misol uchun bu yerda tizzasidan va bo'ynidan tortsa, bu aniq korpusdan siljiydi. Lekin bunga imkoniyati yo'q. Nima uchun? Chunki suyak ichida turibdi. Hop, qanaqa siljitadi unda korpus bilan? Kvadratный дуг. Hop, kvadratni dugga to'la ta'minotni qilib bera oladimi? Chunki dugalarda elastik qobiliyati borda, ba'zi kuch tishni berayotgan kuchi dugani qayrovashgacha olib boradi. Misol uchun olmos stol qattiq narsa. Bu yerda turing desam suyanib turadi, hech narsa bo'lmaydi. Mayli 160 kilo odam bitta suyansa 2 ga bo'lib yuboradi. Parta. Shuning uchun bu yerda kuchli miqdori bor. Buni usullari ko'p. Men bitta klassik usulni misol qilib beraman. Qanaqa usul ekan bu? Aynan tayanch stерженdan foydalanish. Qaranglar. Klinik holat istamiz. Demak, tish, Xullas, ikkita tish. Buni ustiga biz qoplama qo'yamiz. Buni sterjen qatamiz. Sterjen degan mana bu qayga bilan qoplamaydi. Kesuv yuzasidan o'tmaydi. Perixodnoy skladga o'tib bo'lmasdan o'tmaydi. Bu parallellik mexanizm degani. Parallellik mexanizm nima? Agar biz biron bir stolni tagiga ko'tarmoqchi bo'lsak, buni ko'tarib, buni tagiga men buni qo'yishim kerak. Bittacha. Lekin men ikkita ruchkadan oyoqdan ushlash imkoniyati yo'q. Qizdirilgan, bu yangi kraska qilingan yoki buni ushlash imkoniyati yo'q. Qanaqadir qarshi ko'rsatma bor. Lekin men bunga parallel tushayotgan orqali buni ko'tarishim mumkin. Tushuntirib. Aynan ishda ham bu shunaqa parallellikni yuzaga keltirish mumkin. Mana bu holat sterjen, bu parallellik deydi. Mana bu holat ko'z oldiga keltiriladi. Ikkita tishga men rasmni ko'rsataman. Klinik holda qilingan narsani payga qilingan. Endi birinchidan qaranglar. Nima bo'ladi? Korpus bilan siljiydi. Korpus bilan siljiydi. Ketdi. Nima bo'ladi? Bundan. Korpus bilan siljiydi. Endi buni toji bu yoqqa yuradi. Ildizi Buni u yoqqa toji bu yoqqa yuradi. Qaranglar. Bu yoqqa siljiydi, bu yoqqa siljiydi. Bitta rezni o'zgarishi bo'ladi. Bu qochadi, Bu keladi. bu korpus bilan keladi. Yoki aytaylik bunday. Bu og'ish bilan keladi. Bu korpus bilan keladi. Tushunmaydi. Tushundim. Faqat og'ish bilan keladi tishlar bir-biriga. Ayni tishlar bir-biridan qochadi. Ko'ryapsizlar, bitta klassik moslamani necha xil yo'nalishda ishlatish mumkin ekan. Biz nimani o'zgartiramiz? Tayanchni o'zgartirib qo'yapmiz, yo'nalishni o'zgartirib qo'yapmiz. Bo'ldi. Haligingda men aytdimku, 6 yil davolatni ochiq qo'yib usti. Bir ikkisidan yechganim yo'q, hech narsa qilmadim. Xuddi shunaqa tayanchni o'zgartirib qo'ydi, yo'nalishni o'zgartirib qo'ydi. 6 oy tuzalib ketdi. Bu haligiga o'xshaydi. Daraxtni aralayotgan odam motorda o'tirib oladi o'zi. Aralaydi daraxt. Tayanchni noto'g'ri tanlayaptimi? O'zim. Xuddi shunaqa holat. Tayanchni noto'g'ri tanlagan bo'lsa, o'zidan asorat ichiga o'rlashib qolasiz. Vaholanki bularning ko'pchiligi, asoratlarning ko'pchiligi keyinchalik tishlarning qimirlashiga, tish suyagi rezorsiyasiga, parodontal muammoga,
olib keladi, keyin uni o'ziga keltirib olish anchalik vaqt talab qiladi. Alternativ muddatini uzoqligi bizga plyusga ishlaydi. Qaysi ma'noda? Siz asosan yuzaga kelgan ko'ryapsiz, sekin yuzaga chiqadi-ku. Siz sразу yo'nalishni yo o'zini ta'sirni yo apparatni yo siz metodingizni o'zgartirish imkoniyati bor. Lekin shunga e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, asorat yuzaga kelib chiqqandan keyin u asoratni yana qaytadan qaytarib olish uchun yana shuncha vaqt kerak bo'ladi. Tushuntiribmi? Chunki nimaga? Даже 2 barobar. Misol uchun ishni siljitdingiz 1 yil. Lekin yo'qsa 3 oy tish surib qo'yasiz. Lekin mana bu joyda rezorsiya bo'lib qoldi. Joy tortilib qoldi. Xato 3 oylik natija oldingiz. Endi buni orqaga qaytarishimiz kerak. Bu xato asorat, endi xatoni 6 oyga qaytaradi. Nima uchun? Buni rezgan 3 oy qaytarsiz, mana bu joyda ham tortilish paydo bo'lgan, tish qimillaydi, qatimaydi. Suyak o'sish sekin bo'lganligi uchun mana bu zonani fibroz to'qima egallab olgandan keyin ana endi bizda bu tarixiy implantatsiyada fibrointegratsiyaga o'xshagan fibrozli integratsiya deydi. Ya'ni fibroz to'qima o'sishiga o'xshagan narsa bo'lgandan keyin buni biz davolab bera olmaymiz. Bizlar bizdan kasalsan davolab bera olmaymiz. Chunki fibroz to'qimani yo'qotishga yagona yo'li tish bunkadan chiqarib, fibroz to'qimani qirib, qaytadan replantatsiya qilish. Uni tish o'zi nerv qon tomir tutami uzilgandan keyin bu o'ziga barib kelmaydi. Mana asorat kuchliligini ko'rasizlar. Kecha bitta ekspertiza qatnashdim, shu yerda bo'ldi. Ikkita ayol kishi kelyapti, vrach plomba qilgan. Plomba pazuqaga chiqib ketgan. Endi 5-tish turibdi. Pazuqaga yaqin o'ta. 5-tish turibdi. Mayatda 6-tish turibdi. Mana bu joyda 7-tish. Uchalasi ham kanal plomba qilingan. Pazuqanchida plomba turibdi. Plombani hajmi kattaroq, taxminan 5 mm keladi. 4 mm. Lekin pazuqan chegarasi mana bu joyda. Mana bu joyda yod jism turibdi. Migratsiyaga ko'chgan. Sildigan. Endi bo'lishi mumkin. Plomba, aniq plomba. Lekin savol beraman-da, birinchi doktor davolagan, ikkinchi doktor davolagan, uchinchi doktor davolagan. Bu nima deyapti? Operatsiya qilishim kerak, Lora aytyapti. Bu 7 million shayton kim to'lab beradi? Lora aka plomba turibdi. Bir avvalo buni plombaligini bilish uchun buni avval chiqarib ko'rish kerak, plombami yo'qmi? Vrach yani imkoniyati yo'q buni. Qachon davolagan? Endi biz taxminan qilamiz, eng uzoq davolansa keyin, hani bu momon bir oyni qildirganmiz, bir oy ichida u yoqqa migratsiya bo'lib ketish qiyin. Chunki nimaga? Chunki pazuqa to'liq qoplab bo'lgan bir tomon. Tushunyapsiz? U uzoq vaqt davom etgan. Momon bir oyda bo'lganmi, 6 oy bo'lganmi, 4 yil oldin qilinganiga taxminan gumon qilaman. Lekin aniq diagnoz qo'yish uchun momonni olish kerak. Buni sasani o'rganish kerak. Momon ichidan kanal plombadan proba olib turib, shunga moslashtirsangiz chiqadi. Zichliga qarab. Hammasi bir xil materialdan qilgan bo'lsa, buni zichliga qarab topsa bo'ladi. Chunki hammasi bir xilda aralashtirmagan-da uni. Tushuntiryapman? Bu muammo emas, lekin u chuqurlashib ketadi. Kimga u bosh og'riq kerak? Kecha shu holat bo'ldi, men rasmni ko'rsataman. Ular u deb tushuntiryapman. Maqsad stomatologni o'g'lashmasda. Bu deb tushuntiryapman. Yo'q manaqa. Aynan mana tushundim. Sen qarab bilasan. Ular bir ayol kishi. Oxir tushuntirdim. Og'zini ochib. Sen medikmisan? Yo'q, medik emasman. Ha, medik emasman. Ekspert kim? Ha, siz. Ha, sen tibbiy ta'liming bormi? Yo'q. Qayerdan bilyapsan? Agar bu pasta bo'lsa, bu qadar ruh oksidi bo'lsa, bu so'rilib ketadi. Xo'p, bu sement bo'lishi mumkin. Qanaqa sement to'g'risida gap ketyapti? Ha, bilmaysan. Yo'q, bu qattiq turadi-yu plomba. Barak topdi, bu plomba, bisfenol, glitsidil, metil metakillar to'ldiruvchi bilan kvars bu. Bu so'rilmaydi, lekin biz buni kanalga qo'ymaymiz o'rtoq. Sen tushunyapsanmi shuni? Nimadir botyapti? Botmaydi. Bu migratsiyani hozir ko'rsataman. Shunaqa nima qilamiz? Yuzib ko'rsizmi? Yo'q. Sen yuzib chiqib ketadi. Nimaga? Bu ekzot oqimi bo'yicha pazuqani kirishga qarab yo'nalib ketyapti. Mana bu joyda bo'lsa,
miyaga ketyapti bola. Siz yuzining chiqib ketishi mumkin. Или operatsiya qildirmay, endoskop bilan bunaqasi kirish imkonimiz kirsin, olib qo'ysin. Yo'q, men operatsiya qildim. Shunaqa darajada lor miyasini qilgan, bo'lib ketadi, bo'lib ketadi, bu yerda zambur bo'lib ketadi, keyin miyangiz yotib, ko'zingiz yotib, sizni ko'r qilib, oqilib, moqilib. Kim aytyapti bunaqa qilmoqchi? Lorlar telefon, lorga telefon qilib, manaqa bolani tanishsizlarmi? Kim u? 82-yil, mana yaxshimi? Yaxshi lor. Lekin kasal bunaqa deyishgan. Bu haliginada tishida qora dog' bo'lib qolibdi. Bu dog' bosishga qaraydi, yerda o'rtaga o'tadi, chuqurga o'tadi, yaxshi taqimiz bulg'ut bo'ladi, periodintit bo'ladi, periastik bo'ladi, astemik bo'ladi, yiring tarkaydi, ko'kka qafasga tushadi, yuragingizda bu bola oxirida yo bo'lmasa miyangiz tarkaydi, va siz o'lasiz deyapti-da. Shunaqa giperdiagnostizm degan narsa bor. Diagnoz bilan qo'rqitish aholini emas. Biz gaynalarning yana lorlarsidan qilinamiz. Tushuninglar, Koldueli lyuk operatsiyasi sizlar xirurgiyada o'qigansizlar, aynan shu palxani tubidan ochib kirish operatsiyasi. Buni lorlar bilan yuzar jarrohi ham qiladi. Farqi nima? Yuzar jarrohi uni $300 qiladi, lor degan joyda uni $700 yo $600 qiladi. Usul bitta. Usul bitta. Mayli. Men hozir menga ko'rsataman, bu просто klinik misol uchun. Makamlar maqsad tashlaydi. Xolos. Kecha o'zim qirq olib tashladim, mana. Hali markazda turibdi. Ko'ryaptimi? Mana bitta palpa toza holatda. Bu o'ng tomon, L chap tomon to'la yopilgan shildiq qog'oz bilan o'rtada markazda turibdi. Ras o'tish pastida tishdan tepaga qarab ketayotgan bo'lsa, demak mana bu joyda o'rta burun yo'lini ochiladigan yo'nalish bor. Shu yoqqa qarab yuryapti. Bu miyasi bor narsa emas, bu yoqqa qarab yuradi. Просто bungizdan ekspert kelyapti, ha kelyapti. Bu nimani hisob bo'lyapti? Bu shildiq qog'oz ishlab chiqargan suyuli. Shildiq qog'oz ana shu narsani deintoksikatsiya deydi. Ya'ni zaharlanish kamaytirish uchun shuni eritmoqchi suyuli chiqaryapti, shu suyuli oqib chiqyapti. Bu o'zini oqimida ham chiqib ketishi mumkin. Yo bo'lmasa nabor bilan bitta yaxshilab teshtirib yuvib bersa, kukushkada chiqib ketishi mumkin bu. Tushuntiryapman, chunki bu pul emas. Vrachlar sanadollar uchun 5 million, 6 million pul to'lab beradi. Просто bu yerda muammo men aytib, bu qilgandan keyin 6 oy, 5 oy paresteziyada yurasiz, aytdim, ha aytdi deyapman. Bemorga diskomfort. Anaqa ham diskomfortda, nima deyiladi? Vrachga. Erta u qildirib olganiga men aytib sezmayapti, u yana yuradi. Men u bemorda agar holatidan bilsa, erta u yana stomatolog sog'adi. Yaqinda bo'lgan ish bu xafa bo'ladigan narsa. Просто biz hali nima deydi, hayotiy narsa asosida sizlarga to'xtalib buni qarab ketyapti deb aytaman. Bitta holat bo'lyapti. Bemorda jag' sinishi diagnozi bilan kelyapti. Osteosintez qilishyapti. Lekin jag'da sinish kuchli bo'lib siljiganligi uchun mumkin ular singan, siljimagan ekan, ular sinish chizig'idan emas, lekin uni yonida 6 sohadan singan bo'lsa 7dan yo 7dan singan 6dan ildiz turibdi deyapti. Hasqichar ildiz bor ekan. Xirurg ildizni olmayapti, chunki sababini olayotgani, ya'ni joydan siljib ketib qolmasin, jag' sinishi deb turib qoldiryapti-da, har joyda osteosintez qilyapti. Taxminan operatsiyaning qiymati 5-6 million dollar operatsiya. Bemor xullas kalom og'riq bo'lib kelmayapti, oradan 3 hafta o'tganda stomatolog oldiga kelyapti. Mana muammo. Stomatolog aytyapti, ha, bu yerda absess sinish sohada, aynan sinish sohaga yonidagi ildizdan infeksiya tushib qolgan. U boshqa klinikaga borgan, ular xuddi shuna vahimaga o'lasiz edi degan, bu qolib qolgan. Bu tezda qo'rqmasa bo'lmaydi. Bu tezda qo'rqmasa bo'lmaydi, olib ketadi, olib ketadi, ana olib ketadi, mana olib ketadi. Nargis stomatolog boring, u aytgan bu absess
absses il flegmon. Yo absses flegmon. Yo absses flegmon beryapti. Buni просто kesib ochish kerak yeringni. Ishni ildizni olib tashlaymiz. Bo'ldi, shu bilan tuzaladi. Men sizga qildirdim, men naryad qildirdim. Xo'p, buni nima keldingiz? Menga operatsiya pulini to'lab bering. Men sizga hech narsa talab qilmayapman, menga operatsiya pulini to'lab bering. Narga xirurg uni ham taniyman, buni ham taniyman. Ikkalasi ham bir-birini taniydi. 30 million qilaman deydi. Narkoz bilan 30 million flegmona mayli, flegmona ochsin deb barakatli. 500 dollar yo'q. 5 million yo'q, 6 million yo'q, qanaqa 30 million? Biz Toshkent ustozlarga 30 million qilmaydi. Sen yangi metodda qilyapsan, shpritsa tortib olyapsan yeringni. Hamma kesayotganlar kesyapsan shu. Yo 30 million qilmasa bo'lmaydi. Bu stomatolog chiqyapti barakatli, men to'layman buni. Yo'lda qilib yo biz narx shunaqa. Men qanday eshitdim, u stomatolog keldida, ustamida 10 million berib turadi. Nimaga? 20 million to'ladi, 10 million so'rayapti. Keyin beraman, bu oyda pul topsam, mana shu qilib tur, men senga 10 million qarzman desa ko'pmayapti. Mana shu darajaga yetib kelib qoldik, biz keldik shunaqa davr. 30 million to'layapti. Haqiqatda flegmona maqsadda ochishyapti, 3 kun yotyapti, chashnida va chiqib ketayotgan, endi sizga yana operatsiya bor. Nima operatsiya bor? Ona ildizni olib tashlash kerak. Hani ildiz bor-ku 5 timi, yo 5 ta, yo 6 ta, 7 ta ildiz turibdi-yu. Shu sababchi bo'lgan. Shuni olib tashlamasa yana abses berishi mumkin. Operatsiya olib tashlamaganida. Nimaga payt olmagan? U boshqa operatsiya, bu boshqa operatsiya. Necha pul kerak? 2 million bo'ladi. Olib keling doktorga. Shu oldimmi? Haligi stomatolog yana 2 million beryapti. Mana shu o'zimizni ichimizda bo'layotgan. Unisi ham stomatolog, bunisi ham stomatolog. Anavi ikkinchisini qilayotgani tengimiz, oshnam. Ikkinchi ish qilayotgan 30 million. Birinchisi bizdan kattaroq akam deb qo'ydi. Ikkita men anaqa aytdim. Ochiq chidamadim, Xorazmga ketyapti, bilyapsiz bitta joyda bo'lib qoldi, tekshirib oldik. Muhammadlarga ular qoldirishga aka Andijon medinus bormi? Bor. Andijonda xirurgiya bormi? Bor. Siz doktor siz professorsiz. Xirurglaringizni to'plab, xirurgiya jamiyatiga to'xtab, insof sarflaydi, o'rtoqlar deb qo'ymaysiz bir qator. Agar menda ortopedlar ochiq yo ortodonda shu ishni qilsa, men chaqirtiraman. Bir yil 20 hozir biz taxminan hisobi 25 yo'q, 25 emas. Yakshanbaga to'g'rilashyapti-ku, men yakshanba bo'lmaydi deyapman. 28 mi 29 ga kunni qo'yishyapti. Adashmayotgan bo'lsam 29 ga o'zim. 29-iyunda Andijon stomatologlari, Andijon ortodontlarini syezdi bo'ladi shu. Biz ularni o'qitish harakati bo'lyapti. Hozir shu yerda syezd bo'ladi. Birga takliflar berishyapti, bekarlar to'planib oqib berdik. Qo'shni yangi yilda beraylik. Bir ikkita lektorlar taklif qilaylik. Hozir anaqa bilan gaplashib, xo'p deyapti. Axirxonning komandasi bor-ku. Ular keladigan bo'lyapti. Zalda gaplashmaylik qilgan deyapti. Bu zalda gaplashamiz, unaqa harakatlar qilamiz. Sababi kelishib oladi o'rtoqlar. Sen ortodontimsan, hujjating qani. Sen ortodontimsan, hujjating qani deymiz. Çünkü ortodonta ko'payib ketdi. Men oxirgi bilganim 17 taniki, 16 ta odamda ortodonta hujjat bor Andijonda. Chunki u yoqqa aytdim, mahalladagiga bu qadar xirurglar gaplashmaslik bo'ladi, hamma xirurglar. Sen uni yomonlama, sen uni yomonlama. Eshmadalov Xudoyberdi aka, masalan, meni ustozim emas, men odam qo'lda o'qimaganman. Eshmadalov tomon, lekin kimdir manaqa mashg'ulotdan ko'rdi desa, men ochiq aytaman, ustozimiz bo'ladi deyman. Sababi shu yerda dotsent kattalardan bittasi. Nasr Ibragimovich rahmatli ustoz o'tib ketdi. Andijondagi birinchi chiqqan dotsentlardan. Men u odam bilan bitta xonada ishlaganman. U xonada xirurg bo'lgan, men xirurg bo'lmaganman. Bir narsa o'rganmaganman. Hali o'rganmaganman deb qanaqa? Bitta xonada ishlaganman, lekin u yoq o'z yo'nalishida, ishlagan, lekin ustozim bo'ladi. Shu bitta xonada ishlagan. Hech bo'lmasa nima gapni o'rganganman. Dotsent Mahsum Namanganda Andijonda kelib ishlab ketgan. Andijonda stomatolog kursini rivojlantirgan odam. Ko'rmaganman u odam.
Lekin mahsul desa ustozim bor, chunki shu yerga sinovda asos solgan deymiz. Eshmatarov ularga bittasiga aytibdi, falonchi bolalar meni shogirdim bo'ladi, meni nomimni bora oling degan, men ham boribdi. Ustoz bo'lar ekan, men ustozim emas, bu yerga ko'mabdi debdi. U keyin kasal u yerdan borib, bu yoqqa, ya'ni Knyaz Gyudon multfilmida to'rtta savdogar shoh saltandan Knyaz Gyudon gap tashib yuradi-yu. Mayda zo'r ekan, bir-biriga o eshitib turishardi. Bu shunaqa kasallar shunaqa, to'g'ri tushuninglar. Bash kasal orqasidan vrachlar teskari bo'lib ketyapti. Bu noto'g'ri o'rtada. Ustoz anaqani Baxtiyor aka ham ustozimiz bo'lardi, Hosilov deb o'tib ketdi. Rahmat, shu odam zo'r gap qildi. Mustabek kasallar vafo yo'q. Nima deydi? Kasal bo'lib qolsa, orqasidan ikkinchidan ko'tarib borgan kasal ko'rmadik. Zo'r kirurg bo'lgan, zo'r. Bir kunda biz bitta xonada haqiqat u yerda tish olish o'rganganman, qattiq kasal ko'rardi. Shunaqa ko'rardiki, birdaniga ikkita tish oldirsangiz, uchinchisi tekin derdi. Shunaqa ishlardi. Birdan ikkita tish oldirsangiz, uchinchisi tekin derdi. Bitta ukol berdi. 3 ta taqqa olib tashlardi. Hali ambulator sharoitda o'sha biz lipomalarni, lipoma. Ambulator sharoitda olib tashlardi. Teridagi operatsiyalar. Даже retromalar soha abseslar, nafas yo'liga ketib qolish xavfi bor. Ambulator sharoitda olib tashlardi. Qo'rqmas, kuchli odam, haqiqatdan kirurg kuchli. Haqiqatda domi o'tib ketdi, 34 yoshda o'tib ketdi. Sirrozni ichmasdi. Hali mingta odamda ko'rishyapti turib kasalingiz yo'qmi derdi. Bunday ishlardi. Men bergan mana narsa olib qo'yinglar derdi. Shunaqa o'ta ehtiyotchan odam edi. Ukol qilib turib, bitta odati bor edi. Bunday ukol qilgandan keyin qopqonni yopib, shprisni otib qo'yardi. Stol ustiga tashlab qo'yardi. Chunki sababi shuni yopgani yo shuni bir yoqqa qo'ygani ham qo'limga tegib ketmasin derdi. Shunday otuvdi, uchib ketdi, taqat oyoqqa jaket tushdi. Shunda shunday shpris qo'ldan olyapti, kasal ishi sari bo'lmagan bo'lsa, 6 oydan davolanib chiqdim dedi. Shart 6 oydan keyin gepatit chiqdi. Bir yilda ketdi. 1 yil, 1,5 yilda sirroz berib oldi. Oxiratdan bersin, zo'r mutaxassis bo'lgan, yaxshi mutaxassis bo'lgan. Demoqchi bo'layotgan narsa bitta kasalni orqasidan urushish, kechirasizlar. Mayda adolatli hukm beraylik, adolatli xulosa berish uchun kasal ham inson, vrach ham inson. Lekin pul uchun aynan bittadan yomonlash noto'g'ri o'tadi. Bu noto'g'ri. Sizlar shunaqa muhitga tayyor bo'lib tushinglar. To'g'rimi? Sizlar shu muhitga tayyor bo'lib tushinglar o'rtoqlar. Sabab bitta yaqinda bitta video ko'rsatishdi. O'zimni bitirgan talabam. Gap shunaqa ma'noga ketyapti, misol uchun. Siz infeksiya yuqtirib olmoqchi emasmisiz? Siz gepatit yuqtirib olmoqchi emasmisiz? Unda meni klinikaga keling. Qolgan stomatologiyalar sanitariya yaxshi emas degan ma'noga ketyapti. Sen qanaqa gapni olding? Sen nima ustozingni taniyman shu o'rgatgan odamingni. Oxiri usha oldimi? Bog'chani oldimi endi? Sen nima deyapsan? Kalinja o'zingni maqta, zo'rman, uman, buman deb qolganlar sanitariya yaxshi emas, asosing bormi? Sen sudga bersa antireklama bilan sen yutqizib qo'yasan. Kaleni ishlat, qanaqa mayli kontent qil, nima deydi, Instagramning yuriz, boshqa yuriz reklamangiz qil. Faqat PR bo'yicha o'qiganmiz biz. Biz bosh ilmiy metodik markazda Toshkentda vazirlik qoshida To'lqin Eshbek degan O'zbekiston PR'da olib kelgan odam bor darsi. PR bo'yicha ilmiy ish qilgan bitta odam bor, shu ham To'lqin Eshbek. Shu bir oy o'qitganda men bizlar shu kursimiz PR. Oq PR nima, qora PR nima, qanaqa qilib yozsa, qanaqa ta'sir qiladi, qanaqa himoyalansa yozuvchi deydi. Shuning uchun PR oq bo'lsa zo'r, o'zini o'zi maqtasa zo'r, bunga qarshiligimiz yo'q. Lekin biroq yomonlash orqali o'zini obro'ini oshirish u bizga to'g'ri kelmaydi. Vrach o'rtasida deontologiya ham to'g'ri kelmaydi. Tushuntirolmaydi, chunki bir Toshkentdan Hayat degan klinikani nazoratchi kelyapti, rahbar kelyapti, egasi. Yurakdan yurak kelyapti. Oblast tarafda viloyat sog'liqni boshqarmasi yig'ilish bo'lyapti, shunaqa deb gapiryapti. Men shuncha operatsiya qildim, lekin men bironta asorat bo'lmadi. Ochiq aytdim, moncha operatsiya qildik, monchadan yuragi operatsiya qildik, bironta asorat yo'q.
Shu yerda savol berilyapti. Nimaga asorat yo'q? Nima bilan izohlaysiz? Chunki men aqlliman deyapti. Xo'p, siz nimaga aqllisiz? Men faqat oson operatsiyalar qilaman, qiyin operatsiyalar davlatga shifoxonaga jo'nataman. Demak, asorat bo'lmasligi uchun yo biz faqat oson ish qilishimiz kerak, yoki o'ta meni umuman asorat yo'q bo'lmagan degan odam yo u faqat yengil karies bilan kifoyalanadi, yoki u odam yetarli darajada kasal ko'rmaydi. Asorat xavfi hatto asorat bo'ladi. Bitta ikkita holat bo'ladi. Lekin iloji boricha qochish kerak. Xohlamagan holatda bo'lib qoladi. Aytsa bo'lib qoladi, boshqa bo'lib qoladi. Vahima. Aslida chiqarish mumkin emas. Chiqarish mumkin. Oshchi chiqib ketib pulmi, nima uni tayin tozalab bo'lmaydi. Mumkin. Yo bo'lmasa periaspirni ochib bo'lmaydi. Mumkin. Lekin mana bu holatda og'ir sha'ni tushirish tarafdori emasman o'rtada. Bundan holat ko'p bo'lyapti. Bir yilda 80 ta o'rtasida ekspertizada qatnashamiz, ko'ramiz shunaqa muammoli narsa. 83 ta, 87 ta shunaqa qatorda keladi bir yilda. Bu mina bo'ladigan bo'lsa, har 4 kunda bittadan kelyapti degan. Tushuntira oldimmi hali? Bu bola uqtirmasa, buni kasallik bilmaydi. Bu tushuntirib beradi, hammaga tushuntirib beradi. Даже nima bo'ladi? Tilachi ko'ch noqonuniy bu tushuntirmagan bo'ladi. Shu sudga beradi, mana yo'nalishni yurgizadi, turish shunaqa hali stomatolog o'zi tushuntirmagan bo'ladi. Shuning uchun bunday ehtiyot bo'lish kerak. Aynan alternativ yo'nalishda bu narsa birinchidan birdaniga mablag' masalasi taqaladi. Bu alternativ tarixda tekin bo'lgan emas. Terapiya budjetdan bo'lgan. Xirurgiya budjetdan bo'lgan, lekin arteriya bilan alternativ tekin bo'lgan emas hech qachon. Tug'ilgandan beri pulli xizmat ishlagan narsa. Ikkinchidan mablag'ga bor taqalayotgani va uzoq vaqt davom etayotgani va alternativ bilan shug'ullanayotgan odamlar asosan ikkilamchi ehtiyoj bilan keladi. Bu oro bilan kelmaydi bu. Chiroyli bo'lish uchun keladi. Ya'ni uyi bor, mashinasi bor, qonni to'q, ana shu chiroyli bo'lish talab qilyapti. Agar uni qonmoch bo'lsa, u puli bo'lsa ham oshqozonga sarflaydi. Tushuntirib bo'ladi. Bu shunaqa injira odamlar keladi, ular bilan muomalani alohida shunaqa fan bor, konfliktologiya degan. Aynan stomatologiya konfliktologiya fan bor. Ya'ni stomatologiya muammolar qanaqa hal qilinadi? Bemor bilan, shifokor bilan, rahbariyat bilan, jamiyat bilan degan. Alohida kitob chiqqan stomatologiya konfliktologiya degan. Zo'r kitob, yaxshi kitob, qiziqarli kitob. Endi biz shuni bilishimiz kerak bo'ladi, qachon, qanaqa vaziyatdan chiqib keta qolamiz degan. Xo'p, mayli, bu lirik chekinish bo'ldi. Xo'p, biz sizlar bilan demak biomexanikani asosiy yo'nalishlarini ko'rib chiqib oldik. Xo'p, menda hozir bitta muammoli narsa. Mesela baho qo'yishim kerak. Qanaqa baho qo'yamiz?